Sizga rasm ko'rsatmoqchiman. Qani? Titanic kemasini o'zida original olingan surat. Ketib sayr qilamiz. Lekin Titanic fojia bo'lishiga qaramasdan haqiqiy romantika. Romantika o'zi nima u? Nima degani o'zi romantika? Romantika bu ikkita odam bir-birini sevadi. Bir-biriga bo'lgan samimiy munosabatni qiladigan go'zal xatti-harakatlari. Lekin hamma erkaklar ham romantik emas, chunki bizda yozilmagan qonunlar bor. Romantika uyatdek tuyuladi. Qiz bola deylik, yozilmagan qonun 20 yoshda turmushga chiqish kerak, o'g'il bola 25 yoshda uylanish kerak. Shaxsan men Yevropada yashaganman va kim qachon o'zini chin baxtini topsa, ana o'shanda oila quradi. To'g'ri, bizda biroz eskilik sarqiti bor va bu esa asta-sekinlik bilan jamiyatimizda yo'qolib boryapti. Inson chin taqdirni qachon uchratishini bilmaydi. Bugungi bizning mehmonlarimiz so'zimga isbot bo'la oladi, chunki ular endi haqiqatdan o'zlarining chin oilalarini topishdi. Internetda avvaliga PR dek tuyulgan, keyinchalik oila sifatida tan olingan baxtli juftlik haqida bugun sizga so'zlab bermoqchimiz. Axir bizning missiyam shu. Barchaga yakshanba oqshomi xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Ikkalamiz dasturi efirda. Siz Instagram tarmoqlarini kuzatadigan toifadan bo'lsangiz, unda bugungi qahramonlarimiz albatta siz uchun qiziq bo'ladi. Oqshom xayrli bo'lsin. Biz mehmonlarimiz bilan tanishamiz. Estrada xonandasi Alisher Rahmatullayev va Gulchehra Jamilova Guli Happy Life. Internetda mashhur bo'lgan oilalar ko'p. Kuzatuvchilarning ba'zilari ularni tanqid qilsa, ba'zilari havas qilishadi. Odamlarga yoqish uchun ikki xil hayot kechirayotganlar ham ko'p. Biz bugun trenddagi yangi juftlikning asl haqiqatlarini ochamiz. Qani qilyapsiz? Xalqimizning sevimli aktrisasiga havas qilib ism qo'yganmilar otangiz? Shuni so'ramagan ekanman, lekin hamma mashhur adashingiz bor. Gulchehra Jamilova ko'zlarini oldiga u paytda eng taniqli, eng trenddagi aktrisa bo'lardilar. Voy, ataylab qo'yganmiz, ataylab qo'yganmizlar deb. Lekin hech qanday mana rahmat deganimizga shu savol bermagan ekanman. Instagram tarmoqlarida sizlarni nima uchun kuzatishadi, nima deb o'ylaysiz? Birinchi bo'lsin. Sevgi uchun, baxt uchun, boylikman, chiroyli hayot uchun. Turklarda bir gap bor, oila hamma narsadir deyishadi, oila har shaydir deyishadi. Sizni bu fikrga munosabatingizni bilmoqchiman. Oila hamma narsadir deganda nimalar nazarda tutiladi o'zi? Men uchun oila bu sog'lom hayot muhiti. Sog'lom hayot deganda ko'pincha biz o'ylaymizki, organizmdagi sog'liqni, yo'q, aslida u yerda olib borilayotgan bir-biriga bo'lgan hurmat va har bir kichkina detallari bo'ladi. Oila degan so'zni ichida o'sha eshikdan kirib chiqish qanaqa, kirib kelish qanaqa. Juda ham buni qonun qoida deb aytmoqchi emasman. Shunchaki e'tiborda, shunchaki hurmat. Bu hammasi o'sha bilan jam bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, Alisher akam eshikdan kirib kelganlarida har doim bizning uyda bayramdek bo'lib ketadi. Juda shovqinli o'zi hayotda. To'g'ri aytdimmi, yo'q bilmadim. O'zi o'sha boshida PR deb o'ylaganlarga sizlarni aytadigan so'zinglar qanaqa bo'ldi o'shanda? Endi boshida PR deb o'ylaganlarga men Gulini bir konsertda ko'rib, rostdan birinchi marta ko'rishim bilan qanaqadir yaxshi ko'rib qoldim. Nima deydi, odam o'zi bo'ladi-yu, sezasiz, bo'lmasa, nimadir jiz qildi, bo'lmasa taniyman, bilmayman nimaga. Bizda hammasi bu realniy hayot. Hech qanaqa PR qilish niyatimiz, bir-birimizni tanitib, bundan nimadir erish bo'lmagan. O'z-o'zidan boshida do'stona muloqot bo'lgan, keyin sevgiga o'tib ketgan.
Menga agar ismimni aytib chaqirsalar, men bilamanki, nimadir xatomi gapiryaptilar. Har doim xatomi aytishlaridan oldin hech bir jahl qilmaydilar. O'zi jahldorlar bilaman, lekin menga nisbatan qilmaydilar. Guli deb boshlaydilar, qochib ketaman. Bilaman, hozir nimadir xatomi aytadilar. Boshqa payti shu bir-birimizga har doim shirin so'zlar bilan muomala qilishga o'rganganmiz. Yaxshi. O'zi sizga baxt tilaydiganlar ko'pmi yoki aksinchami? Mani auditoriyam juda ham mani kuchli eshitadi. Instagramni oladigan bo'lsak, menda 99% baxt tilashadi va mani har bitta gapimni qoldirmay eshitadilar. И 1% bor negativ. Biz kelishganmiz Alisher akam bilan hech qachon negativga e'tibor bermasdan yashashga. Chunki negativga qarab yurish bizni yana ham bir orqaga tortib ketishini bilganmiz. O'shaning uchun ko'rmaymiz ham, kimdir roliklar yuborsa ham qaramaymiz, kimdir nimadir gapirsa ham bo'ldi, eshitmaymiz, blokka tiqamiz ko'pincha. Tirband ko'chalar bo'ylab asabiylashmasdan ketyapmiz. Yo'q, men o'zi yo'lda hech asabiylashmayman, hech qachon. Hech qachon. Oldimni to'ssa ham, boshqa qilsa ham rahmat deba bo'ldi. Yaxshi. Necha yoshda birinchi marta rulga o'tirgansiz? Men 17 yoshimda. Yaxshi haydovchimisiz? Juda ham yaxshi. Sizga savollar beraman. Davom ettirasiz. Xo'p bo'ladi. Yaqin odamlarim meni. O'ziga ishongan, kuchli deb bilishadi. Meni yaxshi tanimaydiganlar. Meni yaxshi tanimaydiganlar tanishga harakat qilishadilar. Men o'zi qandayman? Men aslida har narsadan qoniqadigan, ichki tomondan juda ham sokin va hech narsadan deyarli xafa bo'lmaydigan qizman. Menga doim pand beradi. Menga doim pand beradi ishonuvchanligim. Hayotimdagi eng baxtli davr. Hozirgi davrim. Pul men uchun muhim emas. muhim emas. Yo'q. Qachon siz uchun pul muhim bo'lmagan? Qaysi bir davrda? Hozirgi payt. Faqat hozir. Chunki pulingiz bor. Real hayotda men. Real hayotdaman men. O'zi aslida shunday qabul qilaman. Endi ayol dardi qo'shig'iga qaytamiz. Sukut bilan bag'rim tilmang, qarang ko'nglimga. Bir chimdim e'tiboringiz kifoya qalbimga. Uning so'zlarini kecha eshitganimda shunaqa narsaga ko'p e'tibor berdim va bu bir jumla takrorlangan. Ayol kishiga faqat shirin so'z kerak. Faqat shirin so'z bering. Pul muhim emas, faqat shirin so'z. Haqiqatan ham shundaymi? Lekin ayrimlar bu fikringizga qarshi chiqishi mumkin. Bilasizmi, ayol kishiga shirin so'z bersa, ayolni o'zi orqasidan puli ham kelaveradi. Erga ham ayoliga shirin gapirgan erkakni barakasi ham bo'ladi, puli ham keladi. Aslida o'sha shirin so'zni hech kim sotib olmaydi. Bir so'mga ham sotib olmaydi. Eng arzon narsa hayotda shirin so'z. Nima uchun ayol dardi? Instagramda bilasiz, ayollar bilan ko'p ishlayman, o'sha direktda yozishaman. Nimalar yozishadi ayollar? Asosan oila mavzusi, asosan eridan to'g'risini aytishim kerak, erlaridan ko'rayotgan xorlanishlari ko'p. Hozirgi ko'p ayollarni men ular mendan so'ramoqchi bo'ladilarda. Guli Happylife maslahat bering. 4 ta mana bugun ham keldi shu narsa. 4 ta farzandim bor, erim xiyonat qildi. Bir necha marta, 1 emas, 2 emas, 3 marta kechirdim. Lekin meni juda qattiq uradi, xo'rlaydi. Bilasizmi nima? Ayollarda sabr degan narsa bor. Har bir o'zbek ayolida bizning mentalitetimizga mos. Lekin o'sha sabrni hurmati bo'lishi kerak-da. Mayli, bolam, chaqam deydi ayollar, o'sha bolasi, chaqasi uchun har doim erini har bitta xatomi farqi yo'qki, bolalar uchun kechiradi-da. Balki to'g'ridan to'g'ri eri bir ish qilsa ham xatodir. Erim xato qilib qo'ygan deydi. Chunki farzandlar bor-da. O'zini shunga chalg'itadi. Keyin shu paytda ayolda bitta narsa borki, o'sha dardini gapirib yuboradi. Tili bor, ajralish uchun yo erga yomon ko'rinish uchun emas. Erkak o'sha ayolni gapirgan gapidan chidolmaydi va qo'l ko'taradi deb o'ylayman. Ayolda boshqa nima bor? Gapirishda boshqa, tildan boshqa nima bor? O'sha tiliga sabr, erkakning shuncha xatosiga sabr qilgan erkakka ayolning tilini
gapirgan gapiga sabr qilsa, ayol chiqarib oladi, bir soatdan keyin esdan chiqadi, balki bir kundan keyin esdan chiqadi-da. Men o'ylayman, o'shanda chiroyli hayot bo'ladi. Lekin ayolni urgan, ayolni xo'rlagan erkakni men eng kuchsiz erkak deb bilaman. Kuchli erkak ayolni tarbiyalashi mumkin. Ayollar o'ylaydi-da, men tarbiyaliman. Men masalan o'zim shunaqa o'yladim. Alisher akam kelganlarida aytganman. Men tarbiyali ayolman. Men ko'p narsani ko'rganman. Lekin menga tarbiya bersa yoqmaydi deganman-da. Qarasam, men hali ko'p narsa o'rganishim kerak ekan. Erkakdan ham o'rganadigan narsangiz ko'p bo'lar ekan. Hayotda o'zi har bir kunimizda kimdir bizni tarbiyalab boradi. Men so'ramoqchi bo'lgan narsam, o'zi avvallari mana Alisher aka ijod boshlaganingizga necha yil bo'ldi? 2008-yillarda Setora bilan duetlar chiqqan. 15 yil bo'ldi. Sen menga begona emassan, men senga begona ekanman. Sen menga begona emassan, men senga begona ekanman. O'sha paytda bilganmisiz Alisherni? Yo'q, avval tanimaganman. Shu bir konsertga tushganimdan keyin o'zlari aytgandan keyin ozgina qiziqish bo'lgan. Menda ham u paytda yolg'iz ayol bo'lganman. O'zi meni ko'proq qiziqtirgan taraflari shu o'zlariga har doim kostyum shimlada juda bir e'tiborli, imijlari juda chiroyli bo'lgan. Bit bilan kiyinardingiz. Oddiy ma'noda qaraganimda modellarga o'xshatib yuborganman. Atiri hidi zalni oxirigacha yetyapti. To'g'risini aytib beray, mayli endi. Joy topolmay qolganlarida meni so'michkam turgandi. So'michkani olib o'zim gapirmadim, o'rtog'imga o'tir deb aytgan. O'tirsan, sekin atirlarini so'rachi degan. Endi Gulini yaxshi ko'rib qolganimda bitta menda shijoat tug'ilib qoldi. Hech narsaga qaramaslik bo'lib qoldi. Men ilgari kim bilan nimadir munosabat ko'pchilikni ishtarkanman-da. Hamma gap so'zlarni yig'ishtirdimda Gulini meni yaxshi ko'rib qolgan holat qattiq bo'lsa qattiqda shunda buketlar bilan kirib kelaverdim. O'tiribdim bir joyda kutilmaganda shunaqa kirib kelaverdim men. Ana bir kishidan xijolat bo'lish degan narsani yig'ishtirib qo'ydim. Guli, hozir savollar beraman, ularga qisqa javob berasiz. Turmush o'rtog'imning kayfiyati yomon bo'lsa, Men har doim kulib turaman. Birinchi o'rinda qiladigan ish o'shani bilsam, gul olaman. Gul. Doim. Aha. Turmush o'rtog'imni bir hafta ko'rmasam, sog'inib tomon bilaman. Bo'lishi mumkin emas bir hafta. Chidolmayman. qolasa, turmush o'rtog'imning Instagramiga kiratsam, Hech qachon kirmayman. Hech qachon. Kodlarini berib kir desalar ham men kirmayman. Kirmayman. Men da bilsam kirmayman. turmush o'rtog'im telefonimni ko'tarmasa, Qo'ng'iroqqa javob bermasa, javob beradi. Jahlim chiqadi ozgina. Da, bu ish bilan band bo'lib qolsa, lekin qaytarib tez qiladi. Ko'tarmasalar kutib turaman, qaytarib telefon qilishlarini. turmush o'rtog'im asabiylashsa, Albatta chalg'itishga harakat qilaman, yaxshi fikrlar bilan. Men yaxshi gap o'taman. turmush o'rtog'im meni rashk qilsa, Yoqadi. Rashk qilsalar ozgina tortishib ketishim mumkin. To'g'risini aytaman. turmush o'rtog'im betob bo'lib qolsa, Yo'q, men chidolmayman. Juda ham qattiq kirishaman, betob bo'lib qoldilar ham. O'shanda ham men xuddiki o'zim betob bo'lgandek bo'ldim. Hech qachon chidolmayman, ularni qarab tura olmayman. Siqilib qolaman, xuddi o'zim kasal bo'lganda. turmush o'rtog'im haqida noto'g'ri gapirishsa, E'tibor bermayman, chunki men o'zim bilaman turmush o'rtog'imni. E'tibor qaratmayman, chunki ularni yaxshi bilaman. O'zim bilganimcha fikr yuritaman. turmush o'rtog'im men bilan maslahatlashmasa, Maslahatlashadi. Tayinlaymanki, keyin safar maslahatlashishlarini. meni turmush o'rtog'im yig'lasa, Agar yig'lasa, hamma ish qilaman. Birinchidan yig'lamasligini xohlayman. Ular ayol kishini yig'lashlarini yaxshi ko'rmaydilar. Iloji boricha o'shaning uchun meni yig'latmaydilar. aslida o'sha avtomobil, uy-joy yoki katta pullar ham baxt olib kelishi mumkinmi? Ayrim insonlarga olib kelishi mumkin. Masalan, men uchun baxt bu mana shu mayda detallar, sog'lik, salomatlik, har kuni erta tongda turib quyoshni ko'rish. Boylik shunda. Boylik siz baxtli yashasangiz o'zi keladi.
boylikni orqasidan yurib vaqtni chetga qo'yib qo'yish kerak emas. Siz Kim ko'proq harakatchan oilada? biz ikkalamiz shunday bo'lib qoldikki, bitta odamimizda Teng harakat. teng aytolmaymiz man yoki sen. Biz pullarimizni ham kim topdi, nima qildi sanamaymiz, chunki biz birga pul topamiz. Bu nikoh ikkalangizga ham mashhurlik olib keldimi? Juda Ikkinchi marta turmush qurgan inson albatta qatiqni ham puflab ichadi va ehtiyotkor bo'ladi. Mana shu qadamni qo'yayotgan paytingizda o'rtangizda qandaydir bir muhokamalar bo'lganmi? Bu safar xato qilishimiz kerak emas. Shaxsan o'zim bular bilan hayot qurishim, aytyapmanki, bu o'zidan bo'lib ketdi va men hech qanday tayyorgarliksiz buni istadim. Keyin boshida sal o'ylab ish qilmoqchi bo'ldim. Lekin yuragi ko'proq qulab qalbim ko'proq bularni istayapti. Shu birga yashasam nima bo'lishini oldimdan ko'rgandek bo'ldim. Va men hamma narsaga ko'z yumdim. Hammasiga. Endi juda ham ko'p odamlar menga boshladi atrofda yaqinlarim deb oila a'zolarimni aytmayman. Oila a'zomdan boshqa hamma protiv bo'la boshladi. Oila qo'llab-quvvatladi. Oila bizda oilada hammani erkin fikri bor. O'shaning uchun men oilamga buni aytib ham o'tirmadim. Men qarorni faqatgina 3 ta farzandim bor, bilasizlar, ularni oldidan o'tdim. Farzandlarim ham meni juda qo'llab-quvvatladi. Oyi yashaydigan sizsiz. Adashgan ham sizsiz. O'shaning uchun to'g'ri qaror qabul qilishni biz sizga ishonamiz. Sizni har qanday qaroringiz biz uchun muhim va qo'llab-quvvatlaymiz dedi. Menga 3 ta farzandim qo'llab-quvvatlab turgan jarayonda atrofda hech kimning gapi qiziq bo'lmadi. Chunki men insonni o'zi bilan suhbatlashganimda xulosa oladigan qizmanki, atrofda kimdir menga bu bunaqa, u bunaqa desa eshitmayman. O'zim to'ki men undan xulosa olmagan. Bugungi juftligimizni qisqacha xarakterlarini yoki qandaydir bizga ma'lum bo'lmagan jihatlarini kashf qilamiz, Abdullaga. Katta narsa kashf qilamiz deb o'ylayman, menimcha. Chunki taniqli odamlar. O'zi bilasizmi bularni juftlik sifatida? Kuzatasizmi Instagramda? Men kuzatmayman, kelingiz kuzatadilar. Keyin bilaman bir vaqtlar Alisher bizga qo'shni bo'lib yashagan uchun bizani qo'shni qilib qo'yamiz. Oila boshlig'i Alisherdan boshlaymiz. Tug'ilgan oy, yil, kun. Hop, 12-yil, 86-yil. 12.08.86. Yo'q, 07 iyuldilar. Iyul. 86-yil. Qarang, 7 soni chiqyapti. 7 umuman 1dan 9gacha demak insonlar xarakterlari taxminan bular hammasi. 7, 8, 9 sonlar juda ham kuchli xarakterlar hisoblanadi. Bularchi bilasizmi, ustida mistik filosof deydi. O'zini bitta fikrini ushlab oladi-da, u fikrigacha xuddi toji taxtga o'tirgan podshohlik o'tiradi. Hech kim urib tusha olmaydi ularni-da. Mabodo o'zi bir o'tbetda keyin bir o'ylab aynib qolmasa, bo'lmasa juda qattiq turishadi. Nima shunaqa bo'lmay, kelingiz ham xuddi shunaqa. Endi sizda bitta narsa juda bitta kuchli jihatingiz bor. Siz yo'lbars yilda tug'ilgan ekansiz. To'g'rimi? Yo'lbars, yo'lbars. Yo'lbarslar arslon bilan bir xil deyarli hayvonlarning qiroli hisoblanadi. Bular o'zining fikridan yana bir karra qaytmaydiganda. Qaysar. Sizni boshqarsa boshqaradi, lekin o'zini boshqarishga yo'l qo'ymaydi-da. Ana shu jihatlaringiz bor. Mosmi, mos tushyaptimi Alisher? O'sha jihatlar sizni hayotda o'z o'rningizni topishga, mavqe, jamiyatga o'zingizni tatbiq qila bilishga, shu o'rinlarni topishga juda katta yordam beradigan jihatda. Mana hozircha qisqacha shu, yana bitta narsa aytsam bo'ladi. Qarang, juda kuchsiz bir joyi bor. 12-iyul bir qisqich baqa burjiga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Qisqich baqada bitta xossa xususiyat bor-da, ortga qarab yurar ekanda. Ba'zan shu narsa sizda chiqib kelib qolishi mumkin. Orqaga. Qandaydir qiyinchilik juda katta bo'lganda sal orqaga chekinishingiz mumkin, lekin boyagi yo'lbars bari kuchli chiqadi. Nimaga? Yilni beriladigan energiyasi kuchliroq bo'ladi, oy beradigan energiyaga nisbatan. Mana shuni aytmoqchiman. Keling, Guliga bir o'taylik. Siz tasdiqlaysizmi fikrlarni? Qanchalik mos tushdi raqamlar? Guli 1984 6-aprel. 84 6-aprel juda zo'r son chiqyapti. Sizlarga aytsam, 5 soni bu 9 ta raqamning ichidagi 5 eng zo'r hisoblanadi. Bular bilasizmi, jozibador, moslashuvchan, ijodiy raqamlar. Bunaqa insonlar qarama-qarshi jins vakillariga yoqib qo'yadi.
farqi yo'q. U yoshidami, bo'yi balandmi, pastmi, semizmi, ozg'inmi, farqi yo'q. Nimagadir qarama-qarshi jins vakillari shu insonni yoqtirib qovurar ekanda, erkak bo'lsa demak ayollar uni yoqtirib qoladi, ayol bo'lsa demak erkaklar. Va endi yana bitta jihati bor ekan, qarang, agar aprel oyi noso haligi siz Alisherni xarakteriga turib bera oladigan sizda jihat bor. Aprelliklar shunaqa bo'ladi. Ovin yoki qo'y deyiladi. Bu shunaqangi qaysarlik bo'ladi bularda. Bular shu men hazillashib aytaman-da, shu shoxni shunday devorga tirasa, shox sinmaguncha qaytmaydi ular deb. Haqiqatan shunaqa. Yana boyga men o'zim oilamdan olaman-da har doim. Kenizam aprel, kichkina opam borlar aprel. Bularni sindirib bo'lmaydi hech qachon. Eng zo'r bitta go'zal jihatingiz bor. 84-yil bu sichqon yili, to'g'rimi? Sichqon yili shu uyga tashib yurar ekanda. Xuddi sichqondek. Topgan narsasini uyga tashib yurar ekan. Oilam bola chaqam, oilam bola chaqam. Nima topsa uyga olib kirib ketaverar ekan. Buni Alisherdan so'rasa bo'ladi. Bor shunaqa jihat, lekin Instagram tarmoqlarida kuzatganda aynan uyni o'zlari uchun qulay qilib olganlar. Men yana bitta narsa qo'shimcha qilmoqchiman. Qaranglar, ikkita shunda partnyorlar deylik, ularni sonlarini qo'shganda unda ham son chiqadi. Ikkalaning qo'shsa 12, yana qo'shilsa 3 chiqadi. Bu juda ham bir ijobiy raqam chiqyapti. Birgalikda aktiv harakatlar, birgalikda hamjihatlik, birgalikda hamfikrlik degan. Shunda yonma-yon parallel ketishni bildiradigan narsa bu. Mana so'zsiz isbot. Xudo Hamma xolasa. so'zlar haqiqatligiga isbot. Haqiqat. Chunki shaxsan o'zlari masalan Gulini kuzatmaydilar va suhbatimizni umuman eshitmadilar. Eshitmadilar. Hozir bizda suhbat shu haqida bo'ldi. Ha, Hozir qarang. 100% sizni aytayotgan gaplaringiz ularni aytayotgan gaplar bilan mos tushdi. Rahmat. Shunga men hayron qoldim. Katta rahmat Abdulla aka, mahalla raislariga o'xshab hozir gapirib berdingiz. Demak, biz hozir yo'lda qo'shiqlar eshitib keldik, dardlashdik, sirlashdik va studiyaga keldik. Hozir qo'shiq yozish jarayoni, to'g'rimi sizda? Demak, birgalikda jarayonni kuzatamiz. Sevishganlar har doim birga, turmush o'rtoqlari hozir kutib o'tiribdilar va studiyada jarayon qanaqa ketishini birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Alisher, assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Rahmat. Yana meni sho'masin. Bu kadrli ketdik bezot. Dunyolarni va'da qilmang mushtoq dilimga, sukut bilan bag'rim tilmang, qarang ko'nglimga, bir chimdim e'tiboringiz kifoya qalbimga. Xo'p, mana qarang, ayol kishi sifatida sizdan so'ramoqchi edim. Masalan, ayrim holatlarda biz yolg'iz qolgimiz keladi. Qo'shiq kuylayotgan paytda ham, ishga ketayotgan paytda ham, har doim yoningizda bo'lsalar, ortiqcha bir qanaqadir kichik janjallar kelib chiqmaydimi? Yo'q, men hech qachon yolg'iz qolgim kelmadi. Mana 1 yil Siz shunaqa davomida. toifaga kirasiz. Chunki qarang, bular bilan nabarot menga zerikarli emas hayot. Hech qachon biz bular bo'lmasga urushmaymiz, chunki bizning rejalarimiz ko'p. Bir-birimiz bilan shu tanishib boshlagandan ideya kelyapti-da, to'lib ketgan ideya. Biz ulgurmayapmiz-da. Men bular bilan hech qachon zerikmayman. Agar alohida kim bilandir bo'lib qolsam ham xayolim tezroq kelsalarmi, menga yoqadi. Men sog'inganmanmi buni, men orzu qilganmanmi, balki bilmayman. Qalban ajralgim kelmaydi. Qaysi mavzuda ko'proq tortishib qolishinglar mumkin? Rashk mavzusida. Kim ko'proq rashkchi? Alisher. Ya boshda men edim. Hozir aytib qo'yaver endi. Buning ko'payib ketyapti. Yo'q, men hatto rashkni yomon ko'raman o'zi, chunki bu rashk har qanday vaziyatni keltirib chiqarishi mumkin. 3-4 oy haqiqatdan bir-birimizga ishonishga juda katta vaqt ketdi. Ana undan so'ng o'sha biz rashqlar ham rashq bo'ladi, shirin rashq. Nimadandir u ham hazilga aylanib ketadi. Bizda unaqa Yo'q, endi chuqur kirib ketilmaydi. nimaga kamayapti? Chunki meni Instagramim, telefonim, Telegramim, shuni telefonlarni ochsangiz hammasi Rodiyatini mana ularda bor. Guli oldin ham shunday edingiz yoki yillar sizni o'zgartirganmi? Yillar menimcha, ha? Endi o'zgartirganiga qaraganda men yillar yoki nimalardir demayman.
insonni o'zgartirishga yordam berishi mumkin-da. Bularni o'zlari menga shunday bo'lishimga harakat qildilar. Bularni har bitta detalidan kelib chiqib, bularni hurmatlaridan kelib chiqib, o'zimni shunda topshirib bergim keladi. O'zi oilada siz kimga o'xshagansiz o'zi? Adamga. Ko'proq, ha? O'shalardan o'tgan xarakter bor baribir, ha? Adam juda bir quvnoq inson bo'lganlar, lekin juda aqlli inson bo'lganlar. Ular bilan yoshligimdan hamma onasi bilan yonma-yon yursa, men Adam bilan. Bunday davralarda ham olib yurganki, xuddi o'g'illaridek ko'rib, ko'p narsani o'rgansin, bilsin. 8 ta qiz bo'lishganda bular. Siz Eng kichkinasiman. Faqat shu yo'llarda, chunki Adam rahmatli aytardilar. Nimaga seni bunchalik ko'p yosh ko'rib, bunchalik o'zimda yo'limda olib yuraman? Chunki men onamdan 3 yoshimda qolganman. Onamga o'xshab tug'ilgan qizim bitta sensan. Umring uzoq bo'lsin, lekin onamga qila olmaganimni senga qilgim keladi va seni har doim baxtli ko'rgim keladi derdilar. Xo'p, hayot happy life bo'lsin har doim. Baxtli, saodatli hayot kechiring. Bizda bitta guldasta bor. Hozir shuni olib kiraman. Faqat bitta shart bilan Alisher romantik tarzda uni sovg'a qilasiz. Guldasta, ha? Alisher aka, marhamat. Shartlarni tushuntirdim. O'zim tushuntirib, bunda o'zi fishkam bor beradigan. Bu nechinchi gul bo'ladi? Yo'q, sanog'i yo'q. Mana hozir ishonmaysiz. Instagramga qo'yilmagani ham bor. Mana hozir olib keldilar, video oldim, bugun qo'yaman ko'radilar. Даже endi efirda qachon chiqadi? Buni ana shart bilan berishim kerak. Oddiy bersangiz ham mayli. Yurakdan. Yurakdan bersangiz bo'ladi. Qanaqa xohlasangiz. Sevaman jonim sana. Sana. Ben shunaqa beraman gulni to'g'ri. Baxtli bo'linglar. Jamiyatimizda har doim baxtli oilalar ko'paysin. Ayollar baxtli. Biz ularni har doim sizga namoyish qilishdan charchamaylik. Rahmat sizlarga.